Nimamiz? Bu ko'zni nimadir qildirganmiz? Yo'q, siz kipriklarni olib keling dedingiz-ku. Ha, o'shangami? Ochamiz, sun'iy qog' yopishtirganmiz. O'shani izi ham turibdi-da. Chunki oq liniyacha bo'lib turibdi. Tak, to'g'ri aytyapsiz, bir tomoningiz ko'p bosilgan, bir tomoningiz kamroq, i ko'zingiz sal murakkabroq. Nega? O'zi odam yuqori qovoqda, ichki o'rta qismida yog'lar bo'ladi-da. Sizda mana shu yog'lar yetishmovchiligi bor. Shuni hisobiga teringiz bo'shagan, ob'yem yo'q, hajm yo'qda. Hozir mana teringiz ko'tarib ko'ryapman, chuqur bo'lib o'rta qismi ham kirib ketyapti. Biroq skladkangizni maksimal bir xil qilamiz. Tushundingizmi? Bizning operatsiya ko'zni shakliga ta'siri yo'q. Ya'ni ko'zni hammada 100% 8 milliard aholi bo'lsa, kimlardir katta kichik bo'ladi, kimlardir uzun kalta bo'ladi ko'z. Ob'yemli bo'lib turadi. Bu yog'ingizni ham ko'tarib ko'rsak, mana bu yerda yog' yo'q. Shuning uchun mana ko'zingiz pastga qarasangiz, mana chuqur bo'lib kirib ketyapti, ko'ryapsizmi? Shu uchun. O'zimizga kirishingiz kerak emas o'zi. Biz endi mamlatingizda ehtiyot bo'lamiz-da, asosan skladkangiz o'ziga ishlaymiz, ko'zingiz mamdoro skladka bo'ladi. Mana anaqa skladka yasaymiz. Tushundingizmi? Shunda ancha-anchalar kerak. Mana shunaqa. Bo'ladimi shunaqa qilsangiz? Mana shunaqa skladka yasaymiz.